Azamat, bu topgan ishingga oyog'im tortmayapti jo'ra. Usta bu bir ishga oyog'ingiz tortmaydi, bir ishga ko'nglingiz tortmaydi, ha? Tortayaraman da hozir shu gapingga. Qani? Bu yoqqa, bu yoqqa. Ustalar, mana shu obyektni bitirishimiz kerak. O'tgan safargi ustalar qilolmay chala tashlab qochib ketdi-da. Oldingi safar chala tashlab ketgan joyimiz emasmi bu? Xabarim yo'q lekin usta bu. Nima? Yo, noinsof ustalar ko'payib ketganda. Ishni birinchi nimadan boshlaysizlar? Ishni birinchi shu obeddan boshlaymiz. Endi soat 9 bo'ldi-ku. Biz sahar 4 ga turganmiz, 9 biz uchun obedda. Usta bu o'z shpakilovka qilishni bilasizmi? Jo'ra, nima deganingiz bu? Doktorlar aytadi, shu tug'ilgan paytim borku, o'yinchoq o'ynamaganman. Bir qo'limga mana shu kashani bakalashga kelsa, ikkinchi qo'limga shpatil bo'lgan. Ya gap yo'q lekin usta darg'alar ekansiz-da. Azamat. Bu loy o'zi shu devorga kimi nima o'xshamayapti? Usta bolalar hormaylash bo'lyaptimi? Ha, ishlayapmiz. Bu loyni kim qildi? Azamat. U azamat loy qilishni biladimi o'zi? Ha, staj katta buni. Loy qilsa ham shu qottirib qo'yadi. Haqiqatdan ham lekin loyni qottirib qo'yibdi. Yo'q. Ha mana. Qanaqa loy qilding Azamat? Rodban bilan yasalman deb albastr bilan yasab qo'yma usta bu, qotib qolibdi-da. Endi qayerga yuramiz loyni? Loyda endi jo'ra. La